Mesut Özil Uyg'urlar haqidagi so'zlari sababli Arsenal komandasining qora tizimligiga kirgizilgan. Xo'sh, kirgan. Hamda albatta Uyg'urlar uchun tarixiy bir qurban bergan futbolchini balkim dunyoda tunmaydigan, har qanday millatdan bo'lsin, tunmaydigan bir inson bo'lmasi kerakmaydi, qaysi davlatdan bo'lsin. Bo'libmi Uyg'urlar masalasida ana shu tarixiy pozitsiyani bildirgandan keyin texnik bunun tunilishi butun dunyoga shu vaqtida davlat rahbarlaridan tutayli bütün dünyadaki her xil tildeki axborotlarni keng ko'lamda kun tartib bo'lgan bir masalati. Bu qatim 5-navbatlik madaniy Malayziya olimlar munbiriga qatnashganda shu yerda qilgan so'zida bu o'zininki Arsenal komandasidagi shu uchurni Sharq Turkiston xalqi uchun ham baharlagan shu uchurning keyin beshiga kelgan ba'zi bir tafsilotlarni oshkor qildi. Bu tafsilotlarni ilgirmi bir qancha Mesut Özil aslida farqli joylarda, farqli so'rovlarda Turkiyaning ichida yoshlar bilan uchrashgan so'rovlarda degandek o'zining beshiga shu uchurdan keyin kelgan narsalarni, voqeliklarni so'zlab haqiqatan hammamizni ta'sirlantirgandi. Shu vaqtda haqiqatan bütün Uyg'ur xalqininki bu yigitga, bu Mesut Özilga tashakkur mecburiyetimiz bağlıqını her bir Uyghur o sözlerini anlığa vaktimizde ameliyatda onu his qilmay qalmaymiz aslında. Şunçilik tunulgan dünyaya en futbol hayatideki en şanlıq, en devir sürgen bir devrede aşıncı vala beşiği kıldıgan palaketlerinin, külpetlerini hatta onu uçuruna hem behirleştim burun his qilib turib, ikkilenmey turib beşim o nemi kelsin deb e'lon qiladigan bir yigitga, har bir Uyg'urninki, har bir insonning uning barakalloh demay tashakkur etmay turolmaydi amaliyotda. U so'zlardan keyin bo'libmi shu so'zlardan keyin. Mesut Özil 2019-yilingizga ma'lum bo'lgandek butun dunyoni zilzilaga solgan shu Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini kun tartibga keltirgan yozmasi haqida to'xtalib, bu qatim 5-navbatlik Malayziya olimlar buni birga qatnashgan şu vaqtdagi sahnadagi so'zida bu masalani to'xtalib o'zining bir futbol cho'lpini bo'lish sifati bilan Uyg'urlar haqida ovoz chiqarishni o'ylaganligini, ayni vaqtda buning qanday oqibatlarini elib keldiganligini biladiganligini. Ya'ni men bunda taqib qo'yib, andan keyin beshimga bu ishlar kelmadi demoqchida bu yerda. Men buni taqatsam beshimga nimalarning keldiganligini bilatdim de. Şundaqtımı yanılı sükutni tanlamaganligini ve aynı vaqtdagi qaroridan memnun ekanligini ta'kidladi. Bu Malayziyadagi so'zda. İlgari Turkiyada abay degandek qanchilgan so'rovlarda bu masala so'ralgan vaqtida sen pushaymon qildingmi? Mushuni qilib beshinga mushuncha vala ishlar keldi degan vaqtida asla pushaymon qilmaganligini degandi. Yani haqiqatan men shu vaqtlarda ilgariki shu programmalar qatnashgan vaqtdagi hatta ki ben Facebook'ta o diyeyim hesabımda en başka ikisi en başka şu devamlı kıltırdıgan çıkarıp koygandım şu videodaki müşahede kılan sözünü. Yani her bir Uygur sana teşekkür mecburiyetimiz var diyen şekilde. Bu nesne Malaysia'da bu qatim texnik tefsili halette aşkar oldu beşik gelgen işlerini bir yerde. Mesut Özil deydi ki şu sözde ictimai taratqu hesaplarda hem baharlagan yazmasından keyin şu vaqtida Arsenal klubi onun musobaqaga qatnashishini cheklagan bo'lib, klubning asosiy komandasidan chiqarib o'tgan. U taki 2021-yili Arsenal klubi bilan tuzgan to'xtamining vaqti oxirlashganga qadar maydonga tusholmay, faqat mashq qilish bilan o'tgan. Mushu so'zlar o'ylab qo'ying. Shu vaqtida biz butun nihoyat hayajon bilan buni taqatgan tuxum istiqlolda. Bütün tafsilotlar bilan kunlarcha buniki nimasi bu yerdagi so'zlar har bir ishlatilgan iboralar masjidda xutba qilinsa masjid jamoati yuragi titrab ketadi deb deyishgan shu vaqtida. Ya'ni xutbaga loyiq musulmonlarni rasmiy uyg'otgan shaklda ajoyib tanlangan bir so'zlar iboralar ishlatilganda hamda. Demak bu yerda o'ylab qo'ying, yani men bu Qur'onni o'qiyotgan vaqtida bu qatimqi shu bayonotidan keyin Mesut Özilniki ya bir insan yani
2019 yildan 2021 yilgacha dunyoga tunilgan bir futbolchisan, klubingdan yaklanasa, faqat mashq qilib xuddi yetim baldek tashlab qo'yilib, hech bir musobaqaga qatnashtirilmaslik, o'zimni uning o'rniga qo'yib, psixik holati qanday bo'lib ketadi insonning deb. Sen bir normal bir mahallede uya bir küçük bir futbol oynayıp heves bilan oynayotgan bir insan emas yani. Yani şu 2 yıl 2021 yılgacha hech qanday şekilde maydonga tushilmay faqat mashq qilish bilan o'tish, shuningga o'zimizni qo'yib baqayli o'rnimiz. Uning o'rniga o'zimizni qo'yib baqayli. Qanday bir psixik holati bo'ldi inson. Ashining hammasiga shunchalar ishni tatib bo'lib, men asla pushaymon qilmayman deb maydonni o'zgartmaganligi insonni aminatda biz vatanim uchun xizmat qilyapman, uni qilyapman, buni qilyapman degan insonlar aminatda meniki birinchi darajadagi mas'uliyati emas bu. Bu Mas'ud O'zilniki. Men Uyg'ur millati bo'lib sifatim bilan va dunyodagi har qanday bir Uyg'urning vatani uchun xizmat qilish, vatani uchun qurbon berish birinchi darajalik majburiyatimiz bizniki. Men buni o'qiyotgan vaqtimda, bu ishbodlarni ko'rgan vaqtimda, yani hatta bizning millatning ichidan o'z vatani uchun nurg'un qurbonlik bera oladigan, xizmat qila oladigan sohalarda, maydonda menma Uyg'ur deb ashunchalik qurbonlik bera oladigan millatimizning ichidan qancha inson chiqadi masalan. Vatanim uchun beshim eng pul desa pul, shuhrat desa shuhrat, hamma narsadan voz kechib, vatan uchun bir tweet masalan, bir yo'llagan bir uchur. Shuningdan keyin ayriladigan bir tanlash sana ixtiyorlik berilsa, bu millatning ichidan qanchalik yoshlar masalan chiqib, shuni suna oladi, shuningdan voz kecha oladi, o'zining oldidagi shuncha bola manfaatlardan. Buni o'ylamay turamadim-da buni o'qqa vaqtlarda. Biz albatta buningga shunday qurbon berishlarga selishtirishimiz kerak millat. Men o'zimning millat uchun nimalarni qildim, hozirgacha nimalarni qilyapman masalan. Qo'limdan nima keldi, nimadan voz kechaldim bu millat uchun? Ya o'ylab qo'yaylik, buni o'qqa vaqtimda bugun shu Uyg'ur turib o'zining kichikkina bir nafsini qondirish uchun va vatanni ko'rib olman deb mushuncha bola xalqning ohuzarini ko'zga ilmasdan nomussizlarcha vatanga berayotgan Xitoyningki tashviqoti uchun Xitoyning tashviqotiga birinchi darajalik material bo'lib berayotganmiz. Zulm qilmadim degan ta'tir tashviqotini qo'llab berish uchun harakat qilayotgan nomussiz bizning millatdan chiqqan manqurtlarni o'yildim men buni o'qiyotganimda. Ya sen shu millatning ichidagi bir a'zoting, o'zingni Uyg'ur deyting. Sen nimalarni qilyapsan? Boshqa bu insonlar Xitoyga borsa, buni ham bahrilmay turib Xitoyga borsa, Xitoy oldi qizli gelam selib, hamma yerda podshohda kutib olgan inson sen uchun nimalarni qilyapti? Ammo bizning ichidagi ba'zi nomussizlar nimalarni qilyapti? Hali ham hozir ham qilyapti buni. Xitoy uchun ishlayapti, Xitoy uchun nomussizlik qilyapti. O'ylab qo'yaylik. Ya buni selishtirishimiz kerak-da millatda. Boshqa millatningki biz uchun tatiyotgan, chekiyotgan, beriyotgan qurbonliklari, tatiyotgan qiyinchiliklari beshiga nima kasib. Ameliyatda buningdek o'rnaklardan biz ameliyatda Uyg'ur bo'lish bilan har birimiz qilayotgan ishlarimizni numus qilishimiz, to'xtab tur, men nimishqa uningdan ko'pragini qilmayman deyishimiz kerak aslida. Ya bu so'zlar albatta har birimizni o'ylantirish kerak. Mas'ud O'zil 2019 yil 13 dekabr ijtimoiy taratquv hisoblarida mana shu Sharq Turkiston bayrog'i ustiga yozilgan "Ey Sharq Turkiston, ummatning qonigan yarisi" deb boshlangan yozmasini ham baharlab butun dunyoning diqqatini Uyg'urlarning ichinishlik vaziyatiga qaratgan edi. U dunyoga danglik futbolchi bo'lganligi shundaqla Instagram, Twitter, Facebook qatorliq ijtimoiy taratquv suhbatlarining har birida 20 necha million agash kuchisi bo'lganligi uchun bu yozma texmo kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Haqiqatan yani. Uning bu harakati Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoyning markaziy televiziya kanali Mas'ud O'zilning Uyg'urlar haqidagi bayonlari sababli Arsenal komandasining bevosita tarqatishini amaldan qoldirib o'ch olgan edi. Xitoyning yer shari vaqt kezdi maqola e'lon qilib, Mas'ud O'zilning Xitoyning siyosatlariga qarshi surkiganligi haqida jar solgan va uningga jihadchilarga va jihodiy tashkilotlarga chaqiriq qildi deb tuhmat chaplagan edi. Shu vaqtdagi Xitoyning ijtimoiy fikr vositalarida Mas'ud O'zilga qarshi qilingan, qo'zg'atilgan
hareketlerini o'ylab bakaylı. Bütün hatta uyun hallidan tatip çıkarıp ötüldüğümde namussuzlukdaylar çidimay şununla. Aynı vaqtda Arsenal klub bo'lsa bayonot e'lon qilib, klubning siyosiy masalalarga aralashmaydiganligini, Mas'ud O'zilning bayonlarining faqat o'ziga vakillik qildiganligini bildirgan edi. Ammo uni bildirgan bilan amaliyotda pardaning orqasida nimalarni yashapti Mas'ud O'zil? Amaliyotda buni oshkorlagan bo'ldi bu qatam. Arsenal klubi yana Mas'ud O'zilning keyingi musobaqalarga qatnashtirilmasligini faqat futbolga aloqador qaror deb da'vo qilgan bo'lsa-mu, buni Xitoyning besimi sababli ekanligi ilgari surilgan edi. Albatta, buning ifodasi demak Xitoy ash besimi qilib turib Arsenal klubining Mas'ud O'zilni mana shunday musobaqaga hech bir shaklda qatnashtirmay chetga qiqishiningki sababimi Texambek ro'shan o'ttirg'i chiqdi degan gap. Ya'ni haqiqiy sababi ko'rsatib berildi. Albatta qayta takror shukronlarimizni, rahmatimizni bildiramiz. Mana bu shunday yigitlar bizning millatdan ham chiqishi, dunyodagi har qanday haqiqiy adolat yoqilg'uvchilar ichidan albatta doim chiqib turishi bizlar uchun albatta tepilg'usiz foydali masalalarning biri bu.